Kelajak texnologiyalari va ilm-fan integratsiyasi sari yana bir dadil qadam. Buxoro davlat universitetida navbatdagi nufuzli xalqaro uchrashuv bo'lib o'tdi. Oliygohimizga O'zbekiston Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi delegatsiyasi tashrif buyurdi. Mehmonlar tarkibida markaz direktori Saidmurod Niyazbekov, yaponiyalik mutaxassis Yuki Yanagida hamda sohaning yetakchi olimlari jam bo'lishdi. Tadbirni universitetning xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektori Abror Jo'rayev kirish so'zi bilan ochib berdi. U o'z nutqida Yaponiya kabi texnologik rivojlangan davlatlar bilan hamkorlik aloqalari yosh tadqiqotchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishini alohida e'tirof etdi. Uchrashuv davomida Saidmurod Niyazbekov markazning zamonaviy laboratoriyalari va yaponiyalik hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan loyihalar haqida batafsil ma'lumot berdi. Ayniqsa, yaponiyalik ekspert Yuki Yanagidaning vodorod energetikasi istiqbollariga bag'ishlangan ma'ruzasi yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirning eng ahamiyatli voqeasi Buxoro davlat universiteti hamda O'zbekiston-Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu hujjat yosh olimlarning akademik mobilligini ta'minlash va qo'shma innovatsion loyihalarni hayotga tatbiq etishda yangi bosqichni boshlab beradi.